Talaffuzda g'ashingga tegadigan 4 ta ibora. Ikkinchi qism. Birinchisi bağırsam. Hop, bitta bağırsam. Urg'u berib ketaman. Oldingi videoda rosa gapirishdi, deyildi, noto'g'ri yoztirildi. Agar diqqat bilan qaraganingizda deyil so'zi bor edi. Ingliz tilida ba'zi so'zlar сокращение bo'lib ketgandan keyin, qisqarib ketgandan keyin turklar ham o'zini so'zlarini, iboralarini gapirishga qulaylashtirishgan. Ya'ni bağırsam deb o'tirgandan ko'ra bağırsam ikkita nuqta ya'ni cho'ziladi. Ya'ni transkripsionni ko'pchilik tushunmas ekan nimaligini haligacha mana tushuntirib o'tib ketamiz. Qimmatli ma'lumotda transkripsiyon bu o'qilish holati degani. Bu bunaqa yoziladi degan narsa emas. Tushuntira oldimmi? Inglizchani bilmasanglar, buni sizlar uchun yana bitta fishka bilib qo'yasizlar keyingi ma'lumotlar uchun. Hop, bağırsam g'ich qolib, shundoq cho'zib o'qib ketiladi. Keyingi so'zimiz uzilajak. Qaranglar, arkadaşlar, eshitayotganingizda uzilajak bo'lyapti. L dan keyin u qo'yasizlar, yumshoq u. Lekin yozilayotganda qanaqa yoziladi arkadaşlar? Uzulajak deb yoziladi. Nimaga? Chunki ejak eklarimiz biza kelasi zamon eklari hisoblanadi. Bu faktiski va pravila bo'yicha обязательно kelishi kerak bo'lgan harflar, qo'shimchalar. Qo'shimcha hech qachon o'zgarmaydi. Grammatika bo'yicha uzulajak yoziladi. Bu pravilalar bor. Va yo'q demayman. Lekin talaffuzda qanaqa aytamiz? Uzulajak. L'dan keyin ham uzulajak bo'lib ketyapti. Ko'ryapsizlar arkadaşlar. Ya'ni gapirayotganimiz uzulajak bo'ladi. Ya'ni og'izga to'g'rillangan bu ham. Uzulajak degandan ko'ra uzulajak daha qulay. Sizda takrorlayın, anlayacaksınız zaten. Susayım. Evet. To'ppa to'g'ri. Yozilayotganda susayım yoziladi. Nimaga? Chunki bizda istak tipi bor. Ayım, eyim qo'shiladi. Ya'ni kishi banga kelayotganda. Endi qaranglar arkadaşlar. Bu yerda susayım bo'lganda bu yerda suvga tenglashtirib qo'yasizlar. Shuning uchun susayım bo'lib ketib qoladi. Susayım bo'ladi. Susayım yoziladi, susayım deb o'qiladi. Ay bu durumda ben susayım, siz kendiniz konuşun. Ya'ni bu orada men jim tura qolay, siz o'zingizlar hal qilib olinglar degan ma'noda ishlatishingiz mumkin. Konuşmayım. Arkadaşlar, konuşmayın bo'lmaydi. Talaffuzda, yozmada albatta, chunki yana boya aytgan narsam, istak tipi kelayotganda ayim, eyim qo'shimchalari qo'yiladi. Ya'ni konuşmayım to'g'ri yozilgan, lekin konuşmayım bu talaffuzda to'g'ri aytib ketiladi. Konuşmayım, konuşmayım. Qaysi biri qulay deb o'ylaysizlar? Takrorlab ko'ringlar. Konuşmayım, konuşmayım. Konuşmayım albatta qulay. Mesela ay ben konuşmayayım, susayım. Siz kendiniz konuşun ya. Men gapirmay qolay, indamayman, jima qolayman, o'zlaring gap tashlaring. Video foydali bo'lgan bo'lsa arkadaşlar, kommentariyada negativlarni kutamiz. Görüşmek üzere.